Ali mana degansiz o'xshab. Bittasi jiyani mana. Yaxshi. Oy kun kirdi, buni oy kirdi, yaqin qoldi. Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilar. Bugungi video roligimiz Andijon viloyati Bo'ston tumanidan. Bugungi video roligimiz sigirlar haqida bo'ladi. Sotiladigan nechta tog'a? 5 ta. 5 ta sigir bor. Ko'ryapsizlar, hammasi gallan. 3tasi yaqin bo'g'oz. 3tasi yaqin bo'g'oz, ha? Ha, hozir oldi. Aha. Yaxshilar. Bo'ldi, hozir ko'rsatamiz ularni ham. Shunaqangi sigirlar, hurmatli obunachilar, kimgadir kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Hozir pullarini, necha oylik, qaysi biri necha oylik, bunday ma'lumotlarni ko'rsatamiz. Tog'a bu yerda qaysi biri dedingiz? Mana o'tirgan sigir mana. Mana ha, 8 oylikka kirdi mana u. 8 oylik. Mana. Kekirdi. Ha. Mana o'sa ketaverdi. Nari ketgan sotilmaydi lekin. Yo'q, sotilmaydi. Bunisi-chi mana o'zi, yaqinroq shekilli. Mana shu 8 oylikka kirdi. 8 oylikka kirdi. Uni ana arkasidan olib turing, shuni nariga qarab turgan. Oyi kirdi uni. Tug'ish kunlari yaqinlashib qoldi. 10 kun vaqt qoldi. 10 kun 15 kun tug'adigani ham bor ekan, hurmatli obunachilar. Nima ekan? Ana mana o'zi. Hozir asosan 3 ta sotiladimi, tog'a? Asosan 3 tasi mana shu. Gap yo'q. Bu necha oylik bu? Mana bu oyga kirgan bulardi. 8 oylik bo'ldi mana shular. 8 oylik. 8 oydan o'tdi endi. Gap yo'q. 8 oy atrofida ekan hammasi, ha? Yani bittasi oyga kirgan xolos mana uni. Bu tug'adi yaqinda, xudo xolasa. 10 kun ichida tug'adi mana shu. Mokitekka. Ko'ryapsizlar. Yelinlari hammasi joyida, ha? Joyida, yelinlari hammasi joyida. Nechtadan suti bor endi hali? Suti bo'lgan. Bularda suti bo'lgan 30 ta 35 tagadir bo'lgan. Yaxshi qaraydi bo'lsa 40 taga ham yetkazadi. Bo'lmasa bunday normalni qarasa qarovga bog'liq, to'g'rimi? Qarashga bog'liq. 25 ta oshiq suti bor. Gap yo'q. Dehqon akamizdan mana shunaqangi sigirlar bor sotiladigan, ko'ryapsizlar. Ozgina qarov ichana qo'yib qo'ygan ekanda. Bularga endi o't yetkazish ham bor-da, hurmatli obunachilar. Sigirlar xudo xolasa zo'r. Bular haligi bola tashab qo'yish, unaqa narsalar yo'q-a, tog'a? Yo'q, Xudoga shukr, unaqa yo'q, Allohga shukr. Gap yo'q. Dalada ham bemalol yuraveradi. Aha. Bu ham bormidi? Ha, mashi. Mashi ham bor. Mashi 7 oylikdan o'tgan. Ikkitasi 7 oylikdan o'tganda. Hozir asosan 3 tasi sotiladi. 3 tasi asosan sotiladi. Agar kelishib qo'yib desak, mana olaminan, uni ham ketaveradi uni ham. 5 ta ham ketaveradi. 5 ham ketaveradi. Yaxshi kelishib bo'lsak. Yaxshi xaridorlar bo'lsa, zinati bor, xohlasa, xayri zinati bor. Bitta joyga desa 5 ham ketaveradi. Bularni pullarini nech pul qo'yamiz endi, tog'a? Bularda pulini 60 dan qo'yavering, kami bor. 55 dan qilaylik. 55 dan kami bor qilaylik. Bo'psiz o'lmasin, siz aytgandek. Endi to'g'risi bizni bo'ldi rais. Videolarimizda o'zi faqat novoz ko'rsatganmizda. Endi sigirlarga nima qilyapmiz? Aytaveramiz. Bo'laveradi. Ha. Kelishilgan holatda kelib mol ustida ko'rasizlar. Yoshlari necha endi ularni? Nechinchi tug'ishiga? Chiqarib olasiz. Hozir ikkitasiniki 4-tug'ishi. Mana bittali yaqin qoldi dedimi? Ashi 3-qonnidagi, ashi qonnidagi. Bu yoshroq ekan, ha? Ha, ashi 3-qonnidagi. Mana shu molimiz 3-qoringa bo'g'oz ekan, mulari 4-da. Oyi kirgan. Oyi kirgan desanglar o'zi tushunib oladi oladigan odam. Demak 10 kun, 5 kun, 10 kun deb. Ja, sigirlarga men tushunib olmayman, lekin tushunadiganlar bo'lsa mana sigirga tushunadiganlar. Hozir chorvamdan bo'lib ketdi. Ko'ryapsizlar, shunaqangi holatdagi sigirlar 55 million kami bor. Lekin 55 million kami bor deyapmiz, kelib so'raverasizlar. Ha, kelib savdo qilaveradi. Shunaqangi holatda mana garantiyalarni berishadi.
manzillar Ziynati tushuntiramiz. Xayr, ziynati bor. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, lokatsiyalar tashab berishadi. Andijon viloyati Bo'ston tumanida. Shunaqangi sigirlar sotiladi. Biznikini. Birinchi qo'yishni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aloqaga chiqaverasizlar pastdagi nomerlarga. Nomerlar yana bir marta aytib o'taveramiz. 94lik 170 8008 ga aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.